yetib keldim. Kecha ketuvding-ku, ering indamayaptimi? Ajabsizmi ya? Erim menga nima ham qilardi? Eringdan so'ra aytadi. Bugun yangacham oylik olayotgan kun edi-ku, kiymasa bo'lmasdi uni. Oh, meni ham kaftim qichib turibdi o'zi. Men kim qichganda srazu keldim keyin. Assalomu alaykum onajon. Hozir kiyim almashtirib chiqaman. Qayting. Qani oylikchani qo'yingchi mana yerga. Nimaga cho'g'kan? Yo'lda suv olib ichuvdim-da. Nimaga? Chanqagandim. Siz nima bizga gap qaytaryapsiz? Gap qaytarganim yo'q-ku. Ana yana gap qaytardi. Odamlar gap qaytarmadim, so'radinglar, javob berdim. Voy, yana gap qaytarasiz-a? Shuncha bizni qaydan o'rgandingiz? Onangiz o'rgatyaptimi? Qo'shni onasidan o'rgangan. Onamnikiga bormaganimga 3 oy bo'ldi. Onasiniki vobshe borg'izmas. Borg'izmang, men sizga borg'izingda. Ikkinchi borg'izmayman. Qarang. Menga onam o'rgatmaydilar. Meni mustaqil o'ngim, fikrim bor o'zimga yarasha. Onam bechora qancha kontrakt to'lab o'qitganlar. Huzurini birovlar ko'rib yotibdi. Qancha onamga qilsam ham kam o'zi. Ishlashga qo'yib bergan bo'lsam, men sizga qilib ishlab yurgan bo'lsa, kelin degan bizni boqish kerak. Kiyinigacha bizga olib kelib berish kerak, to'g'rimi? Ona u suv ham ichmagan, onasiga yetib bergan. Bir poylash kerak orqasidan tushib. Yasha, ana aytdim-ku, onasiga beradi dedim buni. Yo'q, oyijon, noto'g'ri tushundingiz. Men ishdan tashqari qo'shimcha ish olganman. Shirinliklarni yaxshi ko'raman-ku. Samarqand shahar motorida joylashgan Bekeri cho'ka artdi. Sotuvchi lavozimida ishlamoqman. Shirinliklari juda ham zo'r. So'zingiz og'zingizda lup deb erib, luq deb o'tib ketadi. Hali ishdan tashqari uyga ham olib boraman. Svejimi? Вообще свежий. Alo. Eringmi? Endi keldim degan? Endi keldim-ku. Volidamni oldiga de. Volidam oldiga. Menga xo'jayin emassiz degan. Menga xo'jayin emassiz, tushundingizmi? Baqirmang de. Baqirmang menga. Boshimni og'ritmang de. Boshimni og'ritmang, men shu telefonni Pasholang. Pasholang. Nima deding? Aytganingiz qildim. Xullas, mana bachacha yoqdi menga. Nozgina tramachasi bor ekan, uni hal qilsa bo'ladi. Men rozi. Kakacha ver boboga. Amaki, men beraymi kakacha? Travma borda, travma. Bilasizlarmi, biza kunduzi svet yoqib qo'yib, uydagilarni bankrot qilayotgan kelinlar biza. Biza kelin bo'lmasimizdan oldin uyda farishtalar bo'lgan. Hech qachon urush bo'lmagan. Biz kelin bo'lib chiqqandan keyin o'sha farishtalar bo'pti biz bora qalaylik o'tarsilar deb ketib qolishgan. 4 ta bola tuqqanimizdan keyin o'zimizni qirolichalardek his qilib, hattoki kunduzi ham uxlaydigan odat chiqarganmiz. Bizni qizlik uyimizda ojnohor qolib ketgan deb o'ylab, rahmi kelib kelin qilishgan. Bizni bu uyda asrab avaylashadi. Yana ko'z tegmasin deb qo'shniga yomonlab turishadi.